Qoraqalpog'iston Ustyurt hududidan 970 million tonna neft mavjud bo'lgan kon aniqlandi. Ma'lumotlarda aytilyapti. Xo'p, 970 million tonna prognoz qilinyapti. Xo'sh, endi O'zbekiston boy bo'lib ketadimi degan savol bor. Yo'q. Bu boy bo'lib ketish uchun O'zbekiston boshqa neft eksport qiladigan ba'zi bir mamlakatlarchalik boy bo'lib ketishi uchun bu zaxiralar bundan-da 10 barobar katta bo'lishi kerak. Masalan, Turkmanistonning neft zaxiralari 20 milliard tonna. Bizni O'zbekistonda Ustyurtdan aniqlanayotgan kon 970 million tonna prognoz qilinyapti. 1 milliard tonna ham emas. Qo'shni Turkmanistonda 20 milliard tonna neft zaxiralari mavjud. Bizdan ham agar 10 milliard tonnadan ko'proq 20-30 milliard tonna ob'yomda neft topilsa, keyin bizni O'zbekiston ham neft orqasidan boy bo'ladigan mamlakatlar qatoriga qo'shilsak bo'lar edi.